Hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Bobur. Bugungi videoda biz shahar aylanamiz. Hozir nima olmayapti? Chokolada. Mayli bo'lsin. Boramiz. Mashallah aylanamiz asosan. To'g'ri bo'lsa. Ichkariga ham kirib ko'ramiz. Joyda ko'rib qoldim. Telefon ko'rib o'tgandim Instagram. Qayerdadir nimadir mashinamida bor deb chiqdi. Hozir shu joyga borib ko'raman. Bu Car Simulator 2. Hozir bu yoqqa bitta mashina bordi, spam bo'lganmikin yo'qmi? O'sha zo'r mashina. Originalni o'ynaydiganlarga pul ham beradi. 400 mingcha beradi. Menda hozir milliard pulim bor. Mashada spam bo'lardi mashina. Originalda spam bo'ladi hozir. Hozir ana shu joyda ko'ramiz. Nimadir bor edi shu yerda. Mashinada belgilab qo'ygandim. Esimdan ham chiqib ketdi. Mana bu yerda turibdi. Tepada. Mashinani men belgilamagandim-ku. Mana shu mashinamikan. Mashina qaysiligini belgilamagandim, qayerdaligini belgilagandim. Balki mana shu mashinadir hozir. Mana garajga yaqin joyni deyman-ku. Kimdir mashinani bundan tugab qolsa, meningizda mana shunaqa tekin mashina bo'ladi. Buni olsak 1 minutga 1000 so'm, 5000 so'm to'laydi. Yo'q. Nima bu? Gullikmi? Bu rangini qo'yaylik. Bu yoqqa olsaydi chokolada. Qo'yardim. Eshigi. Buni bu yoqqa olamiz. Yo'q, bu nima? Motor qara. Buni oldik bu. Ne yonmayapti. Endi tormozni bosib turamiz. Zavod bo'ldi. Eshikni yopamiz. Yig'lamiz. Opa, skor. Yuruyapti. Bu mashina bu. Uçup qoldi. Buni ustiga ko'rsatish kerak, ha? Hozir bunday qilib, maydagi olib qo'yaylik. Tushiramiz, eshikni yopdik. Endi piyon olib orqasidan itaramiz endi. Garaj yo'liga solib qo'ysam. Hozir endi piyon
Bundan olamiz. Gelik neredeyse çıkarıp koydum ben. Yeter, ben bunu ettik ki buna. Zavayt qilish kerakmi ekan? Ikkalasini ham baloni bir xil. Bir xil ekan o'zi. Zavayt qilib ko'ramiz endi. Zavayt bo'ldi. Yana bo'lyapti. 3 qo'yapti faqat. Buz bo'ldi endi. Bo'ldi endi yursa kerak endi. Yur. Nima tiqilib qoldi bunga? Ay, skors buzilibdi. Yuryapti. Buni nari qo'yish kerak. Keyin qo'yib ketadi. Hali kiyani keyinroq olaman. Baribir kaltimandan keyin. Mashinalarim soni yana bitta ko'paydi. 8 tani, 9 ta mashinam bo'ldi. Bundan garaj oldiga olib kiraman. Shuni olib kiraman bu mashinani. Bu yoqqa. Mana tormozni bosamiz, uramiz. Mana cho'qayman. Uning nomer bor ekanmi? Ya'ni A335 AA. Bu mashina cho'tki просто. Motori V16. 16 V16. Bunaqa motor dahshat kuchli. Bagajini ko'raylik, shunisi. Yo'q, shunisi ekan. Ozgina muammolar borligini hali ustiga olib boraman. Yo'qdan hali Kiyani olib kelaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Har xil kontentlarni faqat maqol qilaman. Let's play desam bo'ladi. Qanaqa o'yin o'ynayman? Redmi 9A telefonga tushadigan. Men telefonim shu. Shu o'yinlarni yozinglar. Kommentni alohida o'zim o'qiyman. Faqat zo'r o'yin, keyin internetsiz o'yin. Mayli internetli o'yinlar tashlaringlar-ku. Hammani kommentini o'zim agar o'yin menga yoqsa, o'zim like bosaman. Agar YouTube'da video qo'ygan bo'lsa, hammasiga like bosib chiqaman. Hozir mana bu naryoqda ham uy bor. Mayli bu uni garajga qo'yaylik deylik-ku bu. Mercedes mashinasi. Men BMW'ni fanatiman. BMW'chilar komment yozib, videoga like bossin. Mercedes kanalga obuna bo'lsin. Kimni fanat, qaysi mashinani fanat ko'pligini bilib olamiz. Melis amaki turibdi-ku bu yoqda. 100 dan oshib ketsak, kelib olib mashinani jarima maydoniga chiqib qo'yadi. Har xil mana oldimdan tashqari hozir eshitilayotgan bo'lsa uzr. Bu video tashqarida olinibdi, hovlida. Chiqanda donda turmayman men. Ko'chada har xil mashinaning ovozi eshitilishi mumkin. Chalib qoldim-da chalib. Yo'q, misala kerak emas.
Hozir bu yoqqa boramiz. Bos. Qanaqa yurdi? Keyin ko'chaydi. Uylarim ko'p, shuning uchun qaysi birligini bilmayapman. Bu dom bu. Lekin hayotda domda turmayman. O'zi bu yerda ishchilar bor, o'zi to'g'irlab qo'yadi mashinamni cho'tka qilib. Mashinamni o'zim to'g'irlab qo'yadi. Men shu yoqqa qo'yib ketaveraman. Zinadan chiqqan yaxshi, liftdan bor-ku, mayli. Zinadan chiqaveradi. Oxirgi dom bizniki. Banyalar bor, u. Televizor kechasi yonadi. Faqat kechasi ko'riladi. Balkon bu yer. Yo'q, qo'shniki bu. Men bizni darvozam qanaqa darvoza bundaydi bizniki. Ko'k avlodki rangi g'alati. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Kesha. Bu yerda ko'l bor. O'zi ham gigant, hamma mashinalarni bu yoqqa qo'ysa ham to'lmaydi bu yoq. Va u yoqda narsa chaqpalak bor. O, duxovkani qara, duxovkani. O, gaz elektronika. Qani knopkasi buni? Mana bu pastda. Cooler. Nima? Kreslo bor. Nima kompyuter yo'q, notebook bor faqat. Notebook nima kerak? Kuchsiz-ku. Apple'nikimi? Qani ko'rinmayapti, birinchi qo'ymayapti. Liftdan chiqamiz. Bu videoga like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va hammalarga sog'lik va salomat tilayman. Hammaga xayr. Bugungi videomiz tugadi.